Do'stlar, assalomu alaykum. Biz bugun Namanganga kelganmiz. Namangan shahrining vokzalida joylashgan obyektimizdamiz. Bu gostinitsa 6 etajdan iborat. Bu yerda restoran, kafe hamda sport markazlari joylashgan. Birinchi bo'lib Namanganda terrasali joy qilganmiz. Bu yerdan butun Namanganni ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Bizi mehmonxonamiz 2-etajda restoran qilganmiz. Bu restoranni o'zingizlar ko'ringlar. Odamlar o'zini tabiatda his qilishligi uchun alohida yashil zonalar ham qilganmiz. Va har tomondan ko'rishingiz mumkin. Oynalar. Bu oynalar hammasi yozda ochib qo'yiladi. Havo aylanadi, ham juda chiroyli ko'rinish bo'ladi. Bu yerda yopiq oilaviy o'tirishlar uchun xona qilganmiz. Asosiy 2 zonadan iborat bu joy. Asosiy qismiga kelib o'tadigan bo'lsak, bu yerda kruglый stol deb qo'yamiz ovqatlanish uchun. Bu oynalar hammasi ochiladi. Yozgi kunida ochib qo'yib, tashqari ko'rinishlarni kuzatib o'tirish mumkin bu yerda. Biz 3 yıl önce geldik Özbekistan'a. Biz 3 yıl oldin O'zbekistonga keldik. O arada Rahmetullah Bey ile Şakir Bey bu restoranın dizaynını yapıyorlardı, inşaatını arada yapıyorlardı. Rahmatullah Bey bilan Shokir Bey dizaynni qilishayotgandi. Buranın dizaynını gördükten sonra bu bizi cezbetti. İlk defa geldiğimizde buraya otelde yashagandan kelganimizda dizaynni biz o'zi jalb qildi o'zimizga. Do'stlar, assalomu alaykum. Biz bugun Namanganga kelganmiz. Namangan shahrining vokzalida joylashgan obyektimizdamiz. Bu binoyimiz Grand Serdor gostinitsasi. Bu gostinitsa 6 etajdan iborat. Bu yerda restoran, kafe hamda sport markazlari joylashgan. Namanganning eng taniqli joylaridan biri. Do'stlar, bizi mehmonxonamiz 2-etajda restoran qilganmiz. Bu restoranni o'zingizlar ko'ringlar. Ketdik. Kirish eshiklarimiz hammasi milliy uslubdan foydalangan. Ichkarini o'zingizlar ko'ringlar. Bu yerda yopiq oilaviy o'tirishlar uchun xona qilganmiz. Asosiy 2 zonadan iborat bu joy. Devorlarga полностью 3D panel qilib MDF dan ishlovlar berganmiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Asosiy qismiga kelib o'tadigan bo'lsak, bu yerda kruglый stol deb qo'yamiz ovqatlanish uchun. Oynalardan keng foydalanganmiz bu joyda. Bu joyda fishkasi asosiy qismi bu oynalar hammasi ochiladi. Yozgi kunida ochib qo'yib, ko'chada havo kiradi, salqin havo hamda butun tashqari ko'rinishlarni kuzatib o'tirish mumkin bu yerda. Xonamizni, butun restoranimizda shu narsaning imkoniyati bor. Odamlar o'zini tabiatda his qilishligi uchun alohida yashil zonalar ham qilganmiz. Ayniqsa bu yerda eng katta plyus tomoni va har tomondan ko'rishingiz mumkin oynalar. Bu oynalar hammasi yozda ochib qo'yiladi, havo aylanadi, ham juda chiroyli ko'rinish bo'ladi. Assalomu alaykum. Hamyurtda mana shu mehmonxonamiz qurilganiga mana 2013-yil boshlagan bo'lsak, Rahmatulloh bilan ham fikr bo'lib, oldin boshlanishiga biz
ikki etaj quramiz deb turib, birinchi, ikkinchi etajini shu restoran forma qilib, shu jarayonda, qurilish jarayonida 2-3 etaj emas, qo'shilib oxiri mehmonxona, mana shu savdo kompleksi hammasi bo'lib turib, mana shu 6 etajlik binoni qad rostlatdik. Rahmatulloh o'zi bosh qosh bo'lib turib shu birgalikda mana shu yelkama-yelka qildik. Qolaversa mana ikkinchi etajini turk restorani, Beylarbeyi restoranini mana turk hamkorlarimiz Hayat abi birgalashib mana Turkiyadan kelgan mohir restoran sohasidagi odamlarga beradigan shular yurg'izishadi. Hayat abi, ne iş var bu mimarlık işlerde? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Biz 3 yıl önce geldik Özbekistan'a. Biz 3 yıl oldu Özbekistan'a geldik. Önce Grand Shardar'da kalıyorduk. Oldindan Grand Shardar'da qolayotgandik. O arada Rahmetullah Bey ile Şakir Bey bu restoranın dizaynını yapıyorlardı, inşaatını arada yapıyorlardı. Rahmatullah Bey bilan Shokir Bey otelde, Grand Shardar otelde dizaynını qilishayotgandi projesini. Ve o proje o kadar çok hoşumuza gitti ki biz burayı işletmeye karar verdik. Bu proje bizni rosa etkilagani uchun shu restoranni biz ham o'zimiz tomonidan yurgizishga qaror berdik. İlk önce sözlerime başlarken bunu belirttim. Yani biz burada mihman olarak bulunurken, misafir olarak bulunurken buranın dizaynını gördükten sonra bu bizi cezbetti. İlk defa geldiğimizde buraya Beyge otelde yaşagan kelganimizda dizaynni biz o'zi jalb qildi o'zimizga. Burada bu restoranın çok güzel olacağını hem mevki olarak hem de iç düzenlemesi olarak çok güzel olduğunu gördük. Beyge kelganimizda ve restoranni tushunib ko'rganimizda bu yerda joyi, dizaynini zo'r bo'lishini ko'rib, buni kelajagi borligini bilganmiz deyaptilar. Türkiye'de restoran işleten çok arkadaşım var. Turkiyada restoran ishlatgan ko'p do'stlarim bor. Bunlarla paylaştığımda, resimleri paylaştığımda onlar bile çok hoşuna gitti. Bu yerda dizaynni, rasmlarni ko'rsatganimda ular ham rosa xursand, rosa chiroyli joylar ekan, dizayni zo'r bo'lgan ekan deyishdi. Aynı dizaynı Türkiye'de yaptırmak isteyen arkadaşlarım da var bu arada. Mana shu dizaynni, mana shu projani Turkiyada qilishni xohlaydigan do'stlarim bor. Kelajakda. Elinize, emeğinize sağlık. Qilgan mehnatlaring zo'r. Rahmat. Qo'llaring dard ko'rmasin. Xuddi shunday sizlar ham zo'r o'zinglarni ishinglarni ustasi ekansizlar. Men yo'qlar bilan, boshqalar bilan tanishdik. Уже hamma Namanganda maqtayapti. Bu ham juda katta yutuq. Beylerbeyi restoranı menüsüyle, kendi dizaynıyla, yani sunumuyla çok ön planda gidiyor Namanganda diyorlar. Sizi de elinize emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Kelajakda hamma viloyatlarga ochib, setlaringlar rivojlanib ketsin. İlerleyen zamanlarda filiallarınız daha çok olmasını, daha çok Tilakdoshmiz. yapmanızı isteriz diyorlar. İnşallah bizim de düşüncelerimiz o yönde. İmkanlar oluştukça başka vilayetlerde de aynı şekilde restoranlar açmak istiyoruz. İloji boricha harakat qilamiz. Filiallarimizni yanada ko'paytirib boshqa viloyatlarda ochishga Zo'r. harakatdamiz. Barakat topinglar, zo'r. Beylarbeyi restorani bilan Rahmatulloh Ray firmasi kelishuv qilibdi. Shu boshqa viloyatlarga ham quriladigan restoranlarni birlashib dizaynini qilib turib ochishga kelishuv imzolashadi. Beylerbeyi restoranı başka bir illerde de yeni dizayn, yeni Beylerbeyi restoranı olarak açmak için yeni şartnamalar yapmaya uğraşıyorlar. Allah izniyle devam edeceğiz bu yolda. İnşallah sadece Özbekistan'da değil, Türkiye'de de yaparsak yine Rahmetullah Bey'i tercih edeceğiz. Fakat yine Özbekistan'da emas, Türkiye'de ham bu filiallarda ochamiz. Şu dizayn bo'yicha davom etamiz. O'zingiz bilan shu yo'lda davom etamiz, xudo xolasa. Do'stlar, biz loyihalarimizda har bir joydan unumli foydalanamiz. Bu binoda tomini ham rooftop deb qo'yadi. Birinchi bo'lib Namanganda terrasali joy qilganmiz. Bu yerdan butun Namanganni ko'rinishini ko'rishinglar mumkin. Vid juda ham o'zgacha. O'zinglar ko'rib baho beringlar.
Do'stlar, meni eng katta orzuyim shu bo'lganki, biz mana hammamiz hovli joylarda yashab o'rganganmiz. Bu hovli joylar yildan yilga o'zingizlar ko'ryapsizlar, o'rniga katta binolar qurilyapti, turar joylar. Bizga hovli joyda o'rnini bosish uchun alohida tomlarni o'rniga shunaqa terrasalardan foydalanib penthouse qilyapmiz. Biz buni juda orzu qilganman o'zim. Chet ellarda mana shunaqa balandlik bo'lsa, manzara chiroyli bo'lsa, bahavo joyda o'tirish, hovli uydaqa sharoit, komfort bo'lishini, shu narsani men juda ham o'zim xohlardim. Shu kunlarga yetishib keldik. Biz loyihalarimizda shunaqa imkoniyatlardan foydalanib, hammasiga imkoniyat boricha terrasalar, shunaqa chiroyli vidlar ochiladigan joylar qilishni qo'llab kelyapmiz. Biz har bitta loyihalarimizda joydan unumli foydalanishni hisobga olamiz. Albatta yashayotgan odam bu yerda maza qilib umrining oxirigacha shu joydan foydalanish kerak. Aka, katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Xudo xolasa shunaqa yaxshi ishlar qilishdan charchamang. Har doim faxrlanamiz sizlarni qilayotgan ishlaringizdan. Xudo xohlasa yana mehmon bo'lib kelib, Xudo xohlasa Rahmat. ko'p ishlarni qilamiz. Bo'ldi, yaxshi kunlarda ko'rishaylik aka. Do'stlar, bugungi Namangan shahriga bo'lgan safarimizni yakunladik. Kuzatishda davom etinglar. Shunaqa har doim qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa shunaqa katta binolar va ishlar qilishda davom etamiz. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar.